Kolbasa, sir solib, sezar salat qilmoqchi edim. Birinchi bo'lib kolbasani artib, endi to'g'rab, salatni boshlayman deb turdim. Yonimga o'g'lim kelib qoldi. Qanaqa Tegim bo'lsa, videoga olaman. tegmayman. Qanaqa kesasiz? Tegimma dedim senga. Xullas ko'rib turganlaringizdek, salat qila olmadim. Chunki bu ishga menga eng katta oshpaz o'g'lim yordam berdi. Tegimma. Ustiga qo'yay. Umrida birinchi marta kolbasa ko'rganday o'zini tutib turolmadi. Ketamiz. Shu holatda salat qilish mumkinmi? Kimda shunday holat bo'lgan? Javobingizni kutaman.